Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun hammani o'tgan hayit bayramlari bilan tabriklayman. Bugun bir ajoyib o'simlik, hali hech bu haqda gapirmagandim. Qora sedana, chorniy timin haqida bir informatsiya bilan bo'lishib qo'yish niyatim bor. Bundan foyda olsanglar, ilm bo'lsa, xursand bo'laman albatta. Demak, chorniy timin mana shunday qora sedana, Qora sedana. Qora sedanani ikki xil turi bor. Achchiq emas turi bor. Chet eldan kirib keladi va achchiq turi bor. Местный o'zimizdagi qora sedana. Undan tashqari efiopskiy sedana degan sedana ham bo'ladi. Juda kuchli bo'ladi u. Demak, efiopskiy, keyin местный achchiq sedana shifo hisoblanadi. Achchig'i yo'q sedana shifo hisoblanmaydi. Achchiq sedana bilan oddiy ta'mi yo'q sedana, qora sedana bir-biriga juda ham o'xshaydi, ajrata olmaysiz, faqat yeb ko'rib ajratasiz. Uni farqi osmon bilan yercha. Endi tarkib bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, tarkibida timaxinon degan efir moddalari bor. Undan tashqari tarkibida kaliy, kalsiy, temir, rux bor. Undan tashqari buni tarkibida yog' kislotalari omega 3, omega 9 bor. Demak, mineral moddalardan esa boya aytganimizdek magniy, fosfor ham tarkibida bor ekan. Endi almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar bor ekan tarkibida. Metianin, lizin degan moddalar bor ekan. Vitaminlardan B1, B2, B6 vitaminlari, PP vitamini bor ekan, C vitamini bor ekan tarkibida. Tarkib juda boy. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, bu qora sedanani o'limdan boshqa hamma narsaga shifo bo'ladi degan hadisi bor. Endi Ibn Sino bu haqda nima degan? Ibn Sino qora sedana haqida, qora sedana balg'amni va shilliqni chiqaradi degan. Meditsina nimani aniqlagan? Meditsina astmaga foydaliligini aniqladi. Allergiyaga foydasi bor ekan. Bundan tashqari kuchli antibiotik xususiyatga ega ekan efirlar hisobiga. Bundan tashqari antifungitsid ta'siri bor, ya'ni zamburug'larga qarshi ta'siri bor qora sedana. Oyoq terlagan bo'lsa, suvdan yursa oyoq terlashib qoladi. Demak, bu narsa ichak mikroflorasini tiklaydi, immunitetni ko'taradi. Shu narsa aniq bo'lganki, immunitet qanaqa ko'taradi? Immunitet ko'taradi deyaverasizlar deb savol berishinglar mumkin. T limfatitlar miqdori bilan interferon miqdorini oshiradi bu. U immunitetda juda katta rol o'ynaydi. Demak, bundan ham tashqari yana nima qilar ekan bu degan savol bo'lishi mumkin. Oshqozon ichak kasalliklari o'tkir fazasi bo'lmasa, yordam beradi hazm qilishga. Oshqozon osti bezini qo'llab-quvvatlar ekan. To'liq davo bo'lmasa ham qo'llab-quvvatlash ham katta gap. Demak, qora sedanani yana bitta qiladigan ishi sahar tushirar ekan. Haqiqatan ham payg'ambarimiz to'g'ri aytgan ekan. Hamma tomonlama o'limdan boshqa hamma narsaga foyda deb. Mana qarang, shuncha narsaga foyda bo'lyapti. Hech bir giyoh bunaqa bo'lmagandi. Demak, rakka qarshi foydasi bor ekan. Onkologiyaga qanaqasiga isbotlab bering. Isbotlab beraman. Rakka qanaqasiga foyda qilishi mumkin? Bu angiogenezni oldini oladi. Angiogenez nima o'zi? Qon tomirlarining o'sishini, ortiqcha qon tomirining o'sishini to'xtatar ekan bu. Masalan, rak hujayrasi rivojlanishi uchun unga qon tomir, yangi qon tomirlar kerak. Yoki mioma hujayrasi, mioma og'ir rak kasalligi emas, lekin o'zgargan bitta hujayrani noadekvat bo'linib ko'payishi hisobiga kattalashib ketadi bachadonda. Masalan, qon tomirlar kelmasa, u qila olmaydi u ishni. Lekin mana bu qora sedana o'sha yoqqa keladigan qon tomirlarni o'stirmay qo'yar ekan. Patogen qon tomirlarni. Natijada rak hujayrasi o'sishdan to'xtar ekan. Qo'yadi. Juda ham bir go'zal. Demak, bundan tashqari qora sedana miomani o'sishini qoldiradi dedik. Keyin apoptoz degan tushuncha bor. Apoptoz nima? Doktor yoritib bering deyishlaringiz mumkin. Yoritib beraman. Doktorlar biladi buni. Apoptoz bitta hujayra o'lish kerak bo'lsa, rak hujayrasi. U ko'paymasdan o'ladi. Ko'paymasdan o'lishiga apoptoz deyiladi. Shu ishni mana shu qora sedana tezlashtiraveradi. Hujayra o'lish kerak bo'lgan hujayrani apoptozga uchratadigan narsa qora sedana bo'ladi. Bu narsa undan tashqari
Studentlik paytimda meditsina institutida studentman. O'qituvchim bo'lardi, ayol xirurg. Menga qora sedana olib kelib bering. Sizni otangiz shu ish bilan shug'ullangani deb menga aytib qoldilar. Nima maqsadda foydalanasiz, sekret bo'lmasa, sir bo'lmasa deb so'ragan. Shuni aytganlar. Qora sedana antibiotiklardan keyingi zaharni kesadi deganlar. Ko'ryapsizmi? Antibiotikdan keyingi zaharni ham kesyapti. Endi kimlarga mumkin emas? Bu kimlarga mumkin? Homilador ayollarga mumkin emas. Bundan tashqari, va alaykum assalom. Homilador ayollarga mumkin emas. Bundan tashqari 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas. Demak, oshqozon ichaklarida o'tkir kasalliklari bor bemorlarga mumkin emas. Mumkin emas kimga? Surunkali buyrak yetishmovchiligi bor bemorlarga mumkin emas. Yaqinda transplantatsiya o'tkazgan bemorlarga mumkin emas. Masalan, yaqinda pochka qo'ydirgan, o'pka, jigarni transplantatsiya qildirganlarga mumkin emas ekan. Negaki, nima qiladi dedik? Immunitetni ko'tarib yuboradi dedik. Immunitet ko'tarilganda ular отторжение berib qoladi. Shuning uchun mumkin emas. Keyin bu narsalarni iste'moli haqida gaplashamiz endi. Iste'mol qanaqa bo'ladi? 1 choy qoshiq maydalangani, 1 choy qoshiq maydalanmaganini maydalab bo'lganingizdan keyin 1 choy qoshiq olasiz ichidan mana. Maydalaysiz. Keyin qancha bo'lib qolishi muhim emas. Yarim choy qoshiq bo'lib qoladimi, 1 choy qoshiq bo'lib turaveradimi, muhim emas. O'shani 150 gram suvga damlab iste'mol qilsa ham bo'ladi. Qaynatib iste'mol qilsa ham. Qaynatsanglar, 3 minut qaynatasizlar, damlasanglar, shunchaki qaynoq suvda damlab, keyin o'sha narsani iste'mol qilsanglar, ko'rsatilgan effektlarni olasizlar. Nega sedana yog'i haqida gapirmayapsiz deyishinglar mumkin. Sedana yog'ini men alohida mavzuda gapirib beraman. U alohida bir mavzu hisoblanadi. Hammaga shoy komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.